Milliy sertifikatga kirdik. Ya'ni ichida tushgan eng yaxshi savollardan bittasi mana quyidagi savol. X plus x taqsim 1 plus 2 plus x taqsim 1 plus 2 plus 3 va hokazo shunaqa davom etib 4041 teng 4041 degan misol berilgan. Buni ishlashimiz uchun yaxshilab e'tibor berib videoni oxirigacha ko'ringlar. Uzoq tushuntirib beraman. Qaranglar. Birinchi o'rinda mana shundan x ni chiqarib olsak, bizga 1 plus bu nima bo'ladi? 1 taqsim mana buni arifmetik progressiv topish formulasi bor-ku, o'shanga qo'yib yuboramiz. 1 plus 2 taqsim 2 ko'paygan 2 to'g'rimi? Mana shunday qilsak bo'ladimi? Plus bunisini ham 1 taqsim 1 plus 3 taqsim 2 ko'paygan 3 deymiz. Keyingisini ham yaxshilab olib 1 taqsim 1 plus 4 taqsim 2 ko'paygan 4 deymiz. Plus 1 taqsim va hokazo 1 plus 4041 taqsim 2 ko'paygan 4041 deymiz. Bu nimani beradi? Arifmetik progressiv topish formulasini beradi har bittasi. E'tibor bersak, hammasiga mahraj nimasi bor? Mahrajda nimasi bor? X bor. O'sha x ni chiqarib olsam, tepaga chiqarib olsak, 3 ko'paygan 2 bo'ladi. Plus bunisini ham tepaga 2 chiqib ketadi, 2 taqsim 3 ko'paygan 4 bo'ladi. Plus keyingisi ham 2 tepaga chiqib ketsa 2 taqsim 5 4 ko'paygan 5 bo'ladi. Plus va hokazo ketaveradi 2 taqsim. Demak, 4042 ko'paygan 4041 bo'ladi. 41 teng 4041 ga. Endi yaxshilab e'tibor berib turinglar. Hammasida mana bu birni siz 2 taqsim 2 qilsangiz, hammasidan 2 ni chiqarib olsangiz, 2x 1 taqsim 2 qoladi-ku. 1 taqsim 2 ni 1 ko'paygan 2 plus 1 taqsim 2 ko'paygan 3 va hokazo ketaveradi. 1 taqsim 4041 ko'paygan 4042 teng bo'ladi 4041 ga. Endi yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu vaziyatda 2x mana buni hisoblashni hammamiz bilamiz. 1 taqsim 1 dan ayiramiz oxirgi haddi 1 taqsim 4042 ni. Bu teng bo'ladi 4041 ga. Endi bunga umumiy mahraj bersak, bunga 2x ko'paygan 4041 taqsim 4042 barobar 4041 bo'ladi. 4041 lar qisqartirsam, mana bu qisqartirsam 2021. X teng 2021 degan natijaga ega bo'lamiz.